Bir bola bor edi. Uning ismi Jasur. U bir kuni kechqurun uyda yolg'iz qoldi. Ota-onasi mehmonnikiga ketgan edi. Tashqarida esa shamol qattiq uvullab turardi. Soat 00:17 bo'ldi. Birdan uydagi eski shkaf ichidan taq, taq, taq degan ovoz keldi. Jasur o'yladi. Balki shamoldandir. Lekin ovoz yana eshitildi. Bu safar sekinroq. Taq, taq. Jasur qo'rqib shkafga yaqinlashdi. Yuragi juda tez urardi. U sekin qo'lini tutqichga qo'ydi va eshikni ochdi. Ichida hech kim yo'q edi. Lekin shkaf devorida bitta yozuv bor edi. Men hali bu yerdaman. Jasur orqasiga o'girildi va shu payt orqasidan kimdir sekin pichirladi. Sen meni qidiryapsanmi? Ammo u uyda yolg'iz edi.